Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Texnoshar YouTube kanalida quyosh panellari mavzusi bo'yicha turkum videolarimizni davom ettiramiz. Bugun 20 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Ushbu videoda siz 20 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi nazariy jihatdan qancha elektr ishlab chiqarish quvvatiga ega, amaliy jihatdan qancha chiqaryapti, qo'yilgan obyektlarda natijalar qanaqa? Mana shu va yangi narxlar bo'yicha 10-aprelgacha bo'lgan narxlar bo'yicha ushbu videoda batafsil tanishasiz. Demak, bizda bir yaxshi bir yangilikni yo'lga qo'ydik. Demak, bizda konkurs batafsil keyingi videolarda to'liqroq yoritishga harakat qilamiz. Demak, kanalimiz obunachilari 50 mingtaga yetsa, obunachilarimiz orasidan 5 kishining xonadoniga bepul quyosh fotoelektr stansiyasi o'rnatib beriladi. Asosiy shart quyidagicha. Buning uchun shunchaki obuna bo'lib qo'yishingiz yetarli. Va'da berdik, albatta bajaramiz. Biz yaxshi niyatda ushbu konkursni o'tkazyapmiz. Shuning uchun kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Videoni ko'ryapsizmi? Keyingi videolarni ham o'tkazib yubormaslik shartlarni o'tkazib yubormaslik uchun, bexabar qolmasligingiz uchun kanalimizga albatta obuna bo'lib qo'ying. Like bosishni unutmang, izohlarda ko'proq fikr qoldiring. Va bu video o'z-o'zidan ko'proq odamga yetib boradi va obunachilar tez fursatda 50 mingtaga yetadi. Demak, video boshida 20 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi yillik elektr ishlab chiqarish quvvati qanchaligini nazariy jihatdan hisoblab ko'ramiz. 1 kilovatni o'rtacha biz 1,5 ming kilovat soat deb oldik. 20 kilovatni 1,5 ming ko'paytirsak 30 ming kilovat soat yillik chiqadi. Bunda 365 ga bo'lsak 82 kilovat soatdan kunlik tushadi. Va siz 30 ming kilovat soatni 1000 so'mdan davlat tarmog'iga sotsangiz ham 30 million so'm pul bo'ladi bu 1 yil davomida. Umumiy 20 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi elektr ishlab chiqarish quvvati o'zini oqlash muddati agar siz maksimal 3 yil desangiz ham 30 milliondan bu 90 million pul bo'ladi. Amalda esa bu 2,5 yil va undan kam hisoblanadi. Chunki real holatda obyektlarda natijalar ajoyib mart oyiga nisbatan. Demak, Angrendagi o'sha oldingi videolarda ko'rsatgan obyektimiz Angrendagi 20 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi natijasi ekranlaringizda ko'rib turibsiz va Narpaydagi Samarqanddagi obyektni natijalarini ko'rib turibsiz. Bundan kelib chiqib amalda bemalol 2,5 yil va undan ham kam muddatda o'zini oqlash mumkin degan xulosaga kelasiz. Lekin bulutli kunlarni boshqani chiqarib tashlasak biz maksimal 3 yil hisoblaymiz. Shuning uchun ham sizga eng kamida 30 ming kilovat soat elektr olishingizni kafolatlaymiz, xudo xolasa. На 20 киловатт установку сделали во дворе, над навесом установили панели. Ikkinchi uylariga ham tushgan. 20 kilovat bir uyga, 20 kilovat ikkinchi uyga tushgan. Mana qo'yliqdagi obyektni ko'rdingiz. Birta yurtdoshimiz ikkita xonadoniga 20 kilovatda o'rnatgan, natijalari 8 kundagi natijasi. Albatta bu joylashuviga bog'liq. Masalan, ushbu yurtdoshimizni bitta 20 kilovat obyektida 714 kilovat 8 kunda chiqargan, bitta obyektida esa 628 kilovat 8 kunda ishlagan. Bu normal natija hisoblanadi. Demak, 20 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi premium tarifida ichiga nimalarni oladi? O'z ichiga nimalarni oladi? Demak, Jinko Solar brendiga tegishli 635 wattlik N-Type Tiger Neo modeldagi bifacial monokristal 2 tomonlama paneldan 32 dona qo'shganmiz. Top brend invertorlardan biri bu DEA hisoblanadi. DEA brendiga tegishli 20 kilovatlik 3 fazali invertor qo'shganmiz. Undan tashqari yonmaydigan PV kabel 6 mm qalinlikdagi kabeldan 250 metr qo'shganmiz bu gal. Va qo'shimcha barcha himoya uskunalar, perda haydal, zip, antichaqmoq va barcha metal konstruksiya hammasi ichiga kiradi. Yetkazib berish, elektrika ishlari, telefonga ulab berish, monitoringini hamma ishlari kiradi. Demak, asl narxi $6,270, 81,510 ming so'm tashkil qiladigan 20 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi premium tarifida qo'shimcha mahsulot va xizmatlar ham qo'shilgan.
Asl narxi $6270. Endi esa siz buni 10-aprelgacha chegirma narxda $5990 $77,870,000 so'm evaziga buyurtma bersangiz bo'ladi. Barcha xizmat va mahsulotlari ichida bo'ladi. Hech qanaqa sizdan qo'shimcha to'lov yoki mablag' undirilmaydi yoki olinmaydi yoki talab qilinmaydi. Hatto telefoningizgacha ulab beramiz va ushbu taklif faqat 10-aprelgacha 20 ta obyekt uchun amal qiladi. 20 ta yurtdoshimiz, birinchilardan buyurtma bergan 20 ta yurtdoshimiz uchun 10-aprelgacha 20 kilovatlik quyosh fotoelektrostansiyasini stansiyasini o'rnatib ishga tushirib, hatto smartfonlargacha ulab berib ketamiz. Xorijda yurgan, musofirda yurgan yurtdoshlarimiz, quyosh fotoelektrostansiyasini o'rnatirmoqchi bo'lgan yurtdoshlarimiz uchun ham bu taklif amal qiladi. Bemalol WhatsApp, Telegram raqamlarga aloqaga chiqib buyurtma bersangiz, o'zimiz hamma ishlarni qilib podkljuch topshiramiz. Sizdan hech qanaqa xizmat yoki yugur talab qilinmaydi. Shuning uchun imkoniyatdan foydalaning, faqatgina 10-aprelgacha amal qiladi. Aloqa raqamlarimiz 91lik 013 1444, 91lik 012 24 44, 99lik 670 16 56, 97lik 075 07 57. Undan tashqari Telegramda Flex Energy pastki chiqsa o'zida bizlasangiz Telegram kanalimiz chiqadi. U yerda ham qo'shimcha ma'lumotlar va aloqa uchun kontaktlar qoldirganmiz. Agar ko'zingiz bilan ko'rib, ishonch hosil qilib moqchi bo'lsangiz, manzilimizga ham tashrif buyurishingiz mumkin. Toshkent viloyati Zangiota tumanida Ariqbuloq savdo majmuasida joylashgan 2-etaj B235 ofisda sizni kutib qolamiz. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Konkursni amalga oshirish uchun, konkursdagi sovg'alar o'z egasini topish uchun kanalimizga iloji boricha obuna bo'lib qo'ying, like bosishni unutmang. Izohlarda fikrlaringizni yozib qoldiring va albatta 10-aprelgacha bo'lgan ushbu chegirmadan foydalaning. Imkoniyatdan foydalaning. Natijani kafolatlaymiz. 30,000 kWh bir yilga eng kamida olishingizga, elektr ishlab chiqarishiga quyosh fotoelektrostansiyasini kafolat beramiz. Barchangizga rahmat, salomat bo'ling, ishlaringizni rivojini bersin.